ustunli jadval bilan darsingizni 2 baravar samaraliroq qilishni istaysizmi? Unda sizga KWL grafik diagrammasini tavsiya etaman. KWL akronim, ya'ni qisqartma so'z bo'lib, K what I know, men nimani bilaman. W what I want to know, ya'ni men nimani bilishni istayman. L what I have learned, men nimani o'rgandim degan qismlardan tarkib topgan. Bu diagramma o'rganuvchilarning bilimini tartibga solish uchun ishlatiladigan oddiy, ammo shu bilan birga eng samarali texnika hisoblanadi. Ushbu diagrammaning eng foydali tomoni uning darsning istalgan jarayonida, boshida, o'rtasida va oxirida foydalanish mumkinligidadir. KWL diagrammasidan foydalanishning asosiy maqsadlari o'rganuvchilarning avvalgi bilimlarini faollashtirish, biror bir mavzuni maqsadli o'rganish, o'qib tushunish ko'nikmasini yaxshilash hamda o'rganilgan bilimlarni mustahkamlash va eslab qolishdan iboratdir. Dars jarayonlarida bu diagrammadan foydalanayotgan o'qituvchilar uning muhim jihatiga ahamiyat berishlari lozim. Diagrammaning no ustunida o'rganuvchilar istalgan ma'lumotni, hattoki xato ma'lumotni berishlari mumkin. Bu esa bu texnikada normal holat hisoblanadi. Bu bosqichda ularni darrov to'g'rilash shart emas. To'g'ri javoblar dars davomida yoki jadvalning learned qismida aniqlanadi. KWL diagrammasi o'qituvchilar uchun juda effektiv organizer hisoblanadi. Negaki u vizual ko'rinishda bo'lgani uchun ma'lumotlar yodda tezroq qolishiga, o'rganuvchi o'z bilimini o'zi kuzatib borishiga. Juda oddiy usul, lekin shu bilan birga progressni aniq ko'rsatib berishga yordam beradi. O'qituvchilar KWL diagrammasidan, ayniqsa reading darslarda, biror bir mavzuni muhokamasi oldidan, shuningdek takrorlash, ya'ni darsning revision qismida foydalanishsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bugungi tanlagan kontentimiz siz uchun manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Online KWL chartlar uchun kerakli barcha dasturlar haqida batafsil ma'lumot olishni istasangiz, bizning Telegram sahifamizga o'ting va ulardan darslaringiz davomida unumli foydalaning.